Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi kunimiz har birimizga xayrli barakatli bo'lsin. Yog'ayotgan yomg'irlar har birimizga barokat yomg'iri bo'lib yog'ilsin iloyim. Mana bugungi issiqxonamizdagi gullarimizni holatini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Tanishtirib o'tishdan oldin har doimgidek kommentariyada manzil so'raydiganlar uchun Andijon viloyati Oltinko'l tumani Ko'makay QFY Cho'ntak MFYda joylashgan. Kelaverasizlar, telegramlarimiz opisiyaniyasida belgilab qo'yilgan. Yana bir ma'lumot, o'tgan safar video joylaganimizda hamma katta gullaringiz bormi yo faqat kichkina gullarmi deganlar uchun mana bugun asosan katta gullarni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Dastlabki sizlarga tanishtirmoqchi bo'layotganimiz mana bunaqa ajoyib holatdagi paxira daraxtimiz. Bu xitoychasiga pul daraxti deb nomlanadi. Xitoylarda nimasiga qaraganda fikricha bu daraxt uyingizda bo'lsa boylik olib keladi deb tushunishar ekan. Shuning uchun u yerda bu daraxt shunaqangi mashhur, mashhur. Mana hozir buni alohida bitta ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Mana buni alohidagi holatdagi ko'rinishi. Mana buni qilib ajoyib holatda o'rib chiqishgan. Buni o'rib chiqquncha necha yil ketganini o'zlari bilishadi. Juda ham chiroyli holatda. Buni bar narxi ham so'raladi. Narxi 600 ming so'm. Endi bu yerga kelsak, bu yerda mana garitsalarimiz bor. Bu garitsalar xudo xolasa bahor oylarida gullaydi. Mana bunaqa holatda keladi. Qani keling Sardor Bey bittasini ochib ko'rsatingchi obunachilarimiz uchun. O'rtaroq qolib, chiroyli qilib. Ko'ryapsizlar mana. Chiroyli holatda. Bu qisilib turgani uchun jonivorni qarang. Bu barglarini to'kmaydi, injiqmas. Boqish uchun juda ham qulay. Bahorda ochilganda o'zidan shirin hid taratadi. Bunimizning narxi 320 ming so'mmi deykin, taxminan shunaqa. To'liq ma'lumot Telegram kanalimizda. Mana azaliyalarda tashqari shu kunlarda hozir tashqariga kelyapti. Endi yana bir ajoyib gulimizni ko'ringlarchi. Xonamning havosi juda ham ifloslanib ketyapti. Menga toza havo kerak deganlar uchun toza havoni beradigan manaqangi chiroyli bargli katta ko'pgina kislorod ajratib chiqaradigan sensatsiya gulimiz. Bu sensatsiyani ko'rib turibsizlar, barglarini. Agar kechqurunda mabodo sovqotib qolsangiz, o'ralib yotsangiz ham bo'laveradigan holatda. Albatta hazil. Ko'rib turganinglar juda ham chiroyli holatda. Bu sensatsiya gulimiz suvni yoqtiradi. Havo tozalash xususiyatiga ega. Ko'rib turibsizlar, ko'slari ham juda ham ko'p, pishni holatda. Narxi 150 ming so'm atrofida bo'lishi kerak. Mana bunaqa osilib turadigan kichkina gulchalarimiz ham mavjud. Bular narxi 50 ming so'm. Mana bunaqa qilib ochiladi. Suv bergan sari ochilaveradi. Joni qattiq, issiqqa, sovuqqa chidamli. Mana azaliyalarimizni ko'ryapsizlar. Bu azaliyalarimiz narxi 100 ming so'mligi bu. Menimcha 100 ming so'mligi. Endi bu yerga kelsak, bunisi 60 ming so'mligi. 60 ming so'm. G'unchasi juda ham ko'p. Mana ko'rib turibsizlar. Mana bittasini olib ko'rsatamiz. Mana chiroyli holatda. Bu subtropik davlatlarda bu azaliyalar ko'chalarga ekiladi. Ko'cha bezagi uchun foydalaniladi. Azaliyani ko'ryapsizlar, mana bunaqa noodatiy, bejirimgina ranglari ham mavjud. Juda ham chiroyli rangdan iborat. Bunisining narxi 60 ming so'm bu ham. Mana bu yoqda manaqa ajoyib gullarimiz bor. Endi buni har birini narxini aytib chiqqani vaqtimiz yetmay qolishi mumkin. Shuning uchun sizlarga qisqa qilib ko'rsatib boryapmiz. Kratonni barg to'kmagani bormi deganlar uchun mana kratonni barg to'kmagani, o'zimizga adaptatsiyadan o'tgani, xudo xolasa bargni to'kmaydiganlari mana bunaqa chiroyli fishni holatda ko'rganda ko'zni quvontiradi. Bu nima beradi gullarni boqish desa, bu nosik kayfidagi kayf deydi-ku. Albatta hazil. Bu hech narsa bermaydi, insonga zavq beradi. Toza havo beradi.
meva bermaydi. Mana bunaqa kichkina ko'chatchalarimiz ham bor. Bu ko'chatchalarimiz narxi 6000 so'mdan. Mramorniy fikus degani. Philodendron bor. Mana bu yerda geranimiz bor ozroq. Adeniumlar barglarini to'kib yubordi, e'tibor qilmaysizlar. Mana mana Tayskiy monstera bor. 40 ming so'mdan Tayskiy monstera. Mana bunaqa palmachalarimiz ham bor. Bular juda ham oz miqdorda qoldi. Narxi ham juda ham hamyonbopligi uchun. Endi bu yerga kelsak, Diefenbacher manaqa juda ham katta bahaybat sortlari bor. Bahaybat katta narsalarga qiziqadiganlar uchun mana ko'rishingiz mumkin. Tiniq. Barglar mana bunaqa sarg'aygan barglari ham bor. Biz ko'rsataveramiz. Sababi bu uzoq yo'ldan 7000 kilometr masofadan kelguncha stressga tushadi, iloji yo'q. Sizga borganda o'zi chiroyli qilib tarbiyalab olasiz. Bunisining narxi 220 ming so'm. Bunisining narxi 200 ming so'm. Juda ham ko'slari ko'p. Eng kamida 6 ta yo 7 ta. Bo'lib ekaman deganlar uchun. Bambukda endi bu bambukimiz alohida temada. Bambukda endi qoyil deysda bunaqa qilib yetishtirib, to'qib, erinmasdan shu darajaga keltirganlarga rahmat. Otingga rahmat devorasida. Bunimizning narxi 650 ming so'mdan. Mana bu gulimiz juda ham mashhur bo'lgan. Hamelenomiya. Hamelenomiya aytish ham qiyin ekan. Kimdir sifat filmda yangichasi deyapti. Unga ham ko'naveramiz. 300 ming ham demaymiz. 250 ming ham demaymiz. Narxini 220 ming so'm deb qo'yaveramiz. Kimga kerak bo'lsa Telegramdan yozinglar. 12 ta viloyatga yetkazib beramiz. EMU pochtasi orqali. Bu pochta bizning hisobimizdan emas, mijozlik hisobidan bo'ladi. Mana bunaqa bambukchalarimiz ham kelgan. Mana buni narxi 100 ming so'm. Bunisini narxi 130. Bunisini narxi 100 ming so'mdan bu ham. Mana bunaqa kaktuschalarimiz ham bor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Buni narxi 90 ming so'm. Mana mijozimiz uchun tayyorlab qo'yilgan mahsulotlarimiz. Mana bunaqa ajoyib toshchalarimiz ham mavjud. Buni narxi 65 ming so'mdan. Kimga kerak bo'lsa Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar.